Hozir mana nima? Ko'chada ketayotsak, bir Alloh saqlasin, lekin apta hodisa bo'ldi. Ikkita musulmonga markabi urushib ketib, nima bo'ldi? Talofat yetibdi. Kimnidir shu mingan markabiga talofat yetgan, kimnidir burni qonagan, kimnidir qo'li qonagan, boshqa bo'lgan. Hozir nima qiladi odamlar uni ko'rsa? Yugurib tushib telefonini olib suratga oladi. Bitta din qardoshi musibat chekib turibdi. Bu tomoshaning payidan. Suratga olib darrov SMS bilan boshqalarga yuboradi. Bugungi kunning voqealigi shu. Men hali ijtimoiy odoblar degan kitobimga shuni yozdim. Menga bir odam o'zi aytib berdi. Toshkentda bir kichkina mashina katta mashinaning tagiga kirib ketibdi. Ertalab odamlar ishga ketayotgan paytda. Shuni ko'rib deydi, g'alati bo'ldim deydi. Borib ishxonamga kirsam odamlar deydi, telefonda ko'rib o'tiribdi ekan deydi. Tomosha qilib anoni qara deyishyapti deydi. Bir musulmon musibat chekdi, jon talofati ko'rdi. A'zosi sindi, mashinasi rasvo bo'ldi, qolgan musulmonlar buni tomosha qilishyapti. Musulmonchilik bo'yicha nima qilish kerak edi? To'xtash kerak edi, o'sha birodarlarga achinish kerak edi. Keyin duosini o'qib zikr qilish kerak edi Alloh taolo. Alhamdulillahillazi afana mimma ibtala bihi ghayrana. Ana. Allohga hamd bo'lsin, boshqani sinovga uchratgan narsadan bizni afv qilib o'zi saqlab qoldi. Bu ham eng go'zal narsa. O'sha birov musibatga uchraganda bu yoqda ko'rgan tomosha qilmay, balki Allohni zikr qilib, o'zini sog' qolganiga shukr qilib, musibatga uchragan birodariga shifo tilab, duo qilishi qanday gap? Go'zal gap. Bu yo'qishda bir xonadonga o't ketibdi. Qattiq o't ketdi deydi, qo'shnilari aytayapti. Hamma chiqdi, lovullab yonyapti. Hamma telefonini olib suratini olyapti deydi. Birov paqirab kelib suv tashib, ozgina bo'lsa ham o'tib yordam beradigan odam yo'q deydi. U yoqqa o'tib suratini olyapti telefonda, bu yoqqa o'tib butun mahalla surat telefoni bilan surat olyapti deydi. Yoki o'sha kuyayotgan xonadondan odamlarni chiqarish, birorta asbob uskunasini olib chiqaylik degan odam yo'q deydi. Men deydi, kiringlarni qo'shnilar sovuq deb, men uyimga olib kiryapsam, bittasi kelib nima qilasan deyapti deydi. Ana oqibatni yo'qolganligi. Agar shular Allohni eslaganda edi, Alloh shu musibatni birodarimizga beribsan, bizga o'zimizni saqlagin, bularga biz yordam beraylik deb yordam qo'lini cho'zishardi. Tomosha qilishmas.